Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana ishlatilgan mebellar sotiladigan joyga keldim. Mana spannilar bor, shifonerlar bor, kuxunli, oshxona mebel, naryad joy, stenkalar bor. Video davomida ko'rsating oxirigacha. Stol stuli bor ekan, 6 talik. Rossiyskiy holatlar tiniq, stolning tepasi polirovniy, o'rtasi ham ochiladigandan 6 ta tiniq sosteniyasi. Bundan ham 950 ming qilib beramiz. Xo'p, 950 ba'da spanniy kravatlar bor. Endi rossiyskiy hamma yo'qlar tiniq, oyoqlar splashnoy, matraslar ham prujinali bo'ladi. Machalka bu rossiyskiy prujina bo'ladi. Bundan narxini 450 ming qilib beramiz. Navbatdan spanniyimiz bu Bolgariya ekan, yog'ochdan bo'lar ekan. Tiniq sosteniyasi, matraslar prujinali. Buning narxini 850 ming qilib beramiz. Navbatda to'shan sosteniyasi bir xildir почти. Buni bu ham prujinali, bu ham polirovniy, mana yog'ochdan bo'ladi, hamma yo'q. Buning narxi 750 ming qilib beramiz. Ishlatilgan. Bittadan рабочий sosteniyasi yangida kupe shifoner bor ekan. Mana ichlar sholatlari. Yangida turibdi, oynalari ham butma-butun. Sosteniyasi tiniq. Bag'i vishilka tarafini chiroyli ishlangan, bunaqa joylari ham bor. Ichlari. Buning narxini 1 million 100 ming so'm qilib beramiz. Tepasida qoshlari bor, qo'y tepasida turgan qoshlar o'shalarni beramiz. Sosteniyasi yangida. Xo'p, navbatda oshxona mebellar ular yangi. Brus 80 bo'yi 2 metr, materiallar akril bo'ladi. Buning narxini 1 million 700 mingdan qilib beramiz. Material akril. Bir jup olaman deysiz, 3,5 metr joyi tushaveradi. Narxi o'sha 1 million 700 mingdan qilib beramiz. Mo'ykal 10 nora tepalari tekstil bo'ladi, yopishtirilgan. Talafalar. Demak, 240 bor mana. Bular 240 ga bo'yi 2 metr, material akril. Mana ichlari. Bu narxi vakuumli oshmoqchi, bu narxi 2,5 million vodiy bilan dastakamiz bepul. Tayyor. Har xil svetda va aloqaga chiqsa, nimalar bor, tashab beramiz hozir. Tepalari shilinsa bunaqa qilib qoladi. Mo'yka 10 nora chap taraf o'ng taraf tushadi, 200 ming so'm qo'shiladi mo'ykasi, 2,5 million vodiy bilan dastakamiz bepul. Demak, aloqaga chiqishaveradi. Mana nari joylarga keldim, shifoner bor ekan, kupeli. Razmeri 1.60. 1.60, bir tomoni vishilka, bir tomoni polka. Necha holatlari, sosteniyasi tiniq. Bu zakasiya qilishgan ekan, razmeri eniga 60 sm. Bir tomoni vishilka. Antresollar kupeli bo'lar ekan. Video orqasidan qo'yish. Antresolli sosteniyasi yangida. Bu 1.60 ga bo'yi 270, patologiya yopishib turib qilishgan ekan, patologiya tepib turadi. Bu narxini 1 million 400 ming so'm qilib beramiz. Navbatdagi rossiyskiy shifoner. Oyoqlar splashnoy oyoq. Oshmoqchilardan splashnoy ketgan bo'ladi, polkalari. Bag'i vishilka tarbi. Buning narxini 600 ming qilib beramiz. 600 ming qilib beramiz. Sosteniyasi tiniq. Navbatda mana stenka. Chexiyada ishlab chiqarilgan. Buni razmeri 4 metr, uzuni 220, bo'yi 220-230 bo'ladi. Shifonerli bo'ladi. Shifonerli ichlar holatlari. Antresollari ham ajraydi. Turgan olib chiqqani qulay, mana ichlari tiniq yangida. Bu mana servan joyi. Tay alohida, o'rtasi alohida, tepasi alohida, uch bo'lak bo'ladi. Ichlari ham yangida. Shanner, pandir ham yo'g'radni o'ziniki. Servan joyi bu mana. Bitta bari deydi. Barilar ham zavodskiy turibdi holatda mana. Ichlari. Joylari ham moslab, adden qo'yib ishlatsa ham bo'laveradi. Holatlar idealsizlanadi. 1 metrdan 4 metr. Buning narxini 3 million vodiy bilan dastakamiz bepul. Mana. Uzoqroqdan qo'yish. 4 metrlik sinki ba'da mana 4,5 metrlik uzun vodiysi, kirasini devradi, Polshaniki. Holati yangidek turibdi. Xo'p. Bu servan joyi mana. Penal deydi, adden ajratib, joylari moslab, adden ishlatsa ham bo'laveradi ichlari. Mana e'tibor berib qo'yish, shanellari hamma yo'q o'ziniki. Mana shu yerda tortmalari, taylari ham zo'r ochilib yopiladi. Taylari mana tay qismi 4,5 metr Polshada ishlab chiqarilgan, hamma yo'q radni, hech qat alishmagan. Bu shifoner joyi mana. Ichlari va antresollar bu. Kirgan olib chiqqan qulay, pulni hammasi adden bo'ladi. Buning narxi 3 million 200 ming vodiy tashlagamiz bepul. Qaysi birini tanlab olishaveradi. Birinchisi bu, bunisi 4,5 metrlik kirasini, Polshaning kirasini deydi, shunaqa stenka. Narigisi
4 metrli chexskiy holati tiniq uni ham. 3 million vodiylar dastakansiz bepul. Qaysi tur ma'qul kelsa aloqaga chiqishaveradi. Bu rossiyskiy divanimiz bor uni. Rossiyskiy divan prujinali, bu spanni bo'lmaydigan holatda bunaqani 700 ming qilib beramiz. Ham yo'q, bitma. Mana bunisi bor, bu ham rossiyskiy divan. Spanni ham bo'ladi, tayda sondiqlari bor. Tay sondiq yog'ochlari ham tiniq. Spanni o'zi mana shunaqa bo'ladi. Mexanizm ham yo'q o'ziniki. Bunaqani 900 ming qilib beramiz. Ishlatilgan oshxona mebeli bor. Materiali akril. Buni razmeri 180 dan, uzuni 2 yon bo'ladi. Tepalari tekislar 2 qavatli. Ichlari mana polkalari ham. Polkalari bor. Mana. Bunga mo'ycha o'rnatsa ham bo'ladi. O'yinchalar chaptirib qo'yilaveradi. Bu pulga 200 ming qo'shilib qoladi. Mo'ycha o'rnatsa bo'ladi. Bu razmeri 180 dan, uzuni 2 yon. Bu narxini 1 million 200 ming qilib beramiz. Jichi ishlagan rabochiy. Xo'p. Mana zavodskiy servantimiz bor. Bolgariyada ishlab chiqarilgan. Razmeri 1 metr, uzuni 180 va 190 bo'ladi. Bu narxini 550 ming qilib beramiz. Holatlari tiniq, ham yo'q yog'ochdan bo'ladi pashti. Xo'p, mana sheriga o'shani jup olaman desa ham 550 mingdan qilib beramiz. Eshiklar polirovka, polkalari, ichi holatlari tiniq o'chirsin. Shunday deb tasini sotib yubordik. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Xo'p, keyin ba'da 1.10 razmeri Belarusyaniki servantimiz bor. 1.10 ga bir jup bundan. Bu narxini 950 ming qilib beramiz, o'chosini. Mana holatlari tiniq buni ham. Eshiklar polirovkalar, eshik osti yopichlari ham zo'r. Bemalol aloqaga chiqishadi. Narxi 950 ming jupi. Aloqaga olaman desam, telefon qilsa bo'laman berib sotib yuboramiz. Keyin ba'da germanskiy servantimiz bor, mini stenka deydi. Razmeri 2,5 metr, holati tiniq. Buni ham orqasida ikki pechatlari ham turibdi mana. Uchusda ham bor, zavodskiy 1 metr razmer, aynalari ham o'ziniki, hamma yo'q razmer o'ziniki, chiqarib olishmagan. Ichida polkalari ham bor. Ba'da 1,5 metrligi mana. Qopmalari zo'r ochilib yopiladi. Bu narxini jupini 1 million qilib beramiz. Germanskiy servant. Ba'da rossiyskiy servantimiz bor, bu ham yo'q polirovka. Rossiyskiy servant yonlariga o'sha mashinalarni splashni. Bu narxini 450 ming qilib beramiz. Tiniq sostaniyasi. Keyin ba'da oshxona mebellari bor. Bu razmeri 180, uzuni 2 metr bo'ladi. Tepasi ham yo'q laminatli. Bu narxini 1 million 400 ming qilib beramiz. Mana ichlari. 1 million 400 ming qilib beramiz. 180 ga uzuni 2 metr. Yangi ishlamagan ko'xinlik bu. Xuddi o'sha mana akrilli bor. Bu ham 180 ligi. Bu eshigi ham akril, tepasi ham tekstolit. Ichlari, polkalari bor, beramiz. Ichlari. Mo'ycha o'rnatsa bo'ladi, o'ng taraf chap tarafga mo'ycha tushaveradi. Buni 1 million 700 ming qilib beramiz. Akril, yangi ko'xinlik. Hada mana stolimiz 12 talik, tiniq sostaniyasi. 12 ta stol. Buni 2 million 300 ming vodiylar dastakansiz bepul. Stulli holati. Bu tumbamiz bor, televizor postavka qilsa ham bo'laveradi. Yog'ochni aluminiyaniki, bu narxini 250 ming qilib beramiz. Ba'da jo'loyimiz bor, spanli bo'ladi. Holatini, ichlari poni temirdan bo'ladi. Bu narxi 2 million 300 ming vodiylar dastakansiz bepul jo'loyga. Tiniq sostaniyasi.